Bo'ladimi 700? Ha, milliondan 700 dollar. Ha. O'zingdan kelibman, ukammi? Siz quyib qilsan uka. Oka, sal chiroyli gaplashavering. Oddiy bolamiligingizga qaramay unaqa. Ko'ryapsizmi mana, matlaringizni yotasiz hozir. Siz quyib qilsan uka. Oka, mayli, hop. Yo'q, mana qara. Sportchiman-da bunaqa tashlab tashamay, oka. Xo'p, beni telefoningizni olib keting, muammo kerak emas. Sizga ham manga ham, oka. Siz quyib qilyapsiz. Yo'q, menga qarang, 17 menga, 17 kerak dedingiz. Chiqib qo'yibman 17 ni, uka, gandib kerak emas menga. menga. Avval so'kmasdan gaplashing, oka. Qanaqa gaplashish kerak? So'kmasdan. Siz quyib qilyapsan, 700 ga deysan. Hop, nechi pul, oka, endi savdolashamiz-da. Bozor emas senga bu. Hop, savdolashamiz-da. Nechi berasan? Aytgan narxingizni olib turmayman. Sen narxini aytmani hali men senga. Nechi pul? 700 deyapsan. Ayting, nechi pul? 1200 uka. 1200? Ha. Oka, men 17 ni yangisini ham sizga 1700 qilib beraman. Hop. O nechi pul realniy beraman? 800 beraman. Hop, oka, sal o'zingizni bosib gaplashing, savdolashish kerak. Siz qilyapsanmi? Hozir shunday? Ha? 800 700 da. Hop, ukamni mana qilmang, oka. Realniy-da. Asabimiz bo'lsa. Amaliy gaplar to'g'risida. Nechi berasan ukam? Mana qarang, men sizga o'xshamay adalashmayman. 1000 dollar beraman, olib ketaman telefondan. Rozimisiz? 1000 dollar bering, men 700 dollar daplatda qilib qo'ying bo'ldi. Rozimisiz? Bu tekshirib oling, nimadirlar chiqib qolmasin ichida. Bo'ladimi? Asabingizni oka bo'ldi. Hammasi o'tdi.